vücudumga akıl berip, meni candan aziz berip, meni bekip östürgen ana. Müşaqqatga bo'lib qalqan, bana şadlık ata qilgan, baxt tilab orzu qilgan ata. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, durayı körsetken atamam. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, durayı körsetken atamam. Bana gülgen üzülmesin, külüp turgan ulu çekrenden, atakadım dökülmesin, mağay mengü senin izinden. Bana gülgen üzülmesin, külüp turgan ulu çekrenden, atakadım dökülmesin, mağay izinden. Atakadım tükürmesin, bana izin. Usri sizni Baxt manzili filmini ko'rishga tavsiya qiladi. Konular farzand ömrünün davamı deptiken. Elbette her bir öyde o'xshamagan xapchiliklar bo'ladi ekan. Bu mu turmushning qizig'i emasmi? Qaysar ko'p qitim igilik tiklab, mag'lub bo'lib, barliq pullarini hatto uyini yo'q qildi. Ayolimi oxir uning bilan ajrashib ketdi. Apa? Apa? Ne, sen geldin mi? Ben geldim. Qaysar ajrashgandan keyin bir necha qur kiyim bilan juftaqlarni ko'tarib uyga qaytib keldi. Rejissor bo'ldi mi? Ha, bo'ldi. Agar qamlashmay qolsa, bu kun ishni olmaymiz. Bugun mushayib bo'lsin. Javob aytamiz, rejissor. Javob aytamiz. Javob aytamiz. Men ssenariyni ko'rdingizmi? Bu nimacha tayin yo'q deyman. Bu Merol ağa aqtimli televizyon teatri. Mening bunda to'r filmlarga jiqroq chiqim bor. Kinolarga jiqroq chiqim bor. Biroq to'r filmdan kinolar sizni izdimsa, unda siz shirkatga berib qo'l ko'tarmamda. Bu sizni qilganingiz ku. Men berib qo'ymayman. ma'qul. Amis men uch kun yaxshi aram olib, kayfiyatingiz tanishib. İçim sıkıldı ya. Bo'ldi, ishting shu. Canım, aldırışma. Asıl aldırışıp kaldım. Ben nasıl bu artistning filmini suratga olib bo'lgandi. Bir necha kun aram olganmiz. Siz-chi komandorkaga qachon qaytib kelgansiz? Yana bir mezgil turib qilishim mumkin. Qachon qayta olganimda qiyin emas. Yaqin
acayip uzun çıkıdığan bolup kettiniz. Mağa emre bulgan vaqtınızmı çıkmalıdır? Şu emas bu. Yakında bu pek aldıraş olab ketdim. Qo'lim ishlatgan soatni qayta olayman. Siz nima qilyapsiz? Do'stimni uyini oldim tomoq yegili. Bayadaş. Oo, aldım. Mana hazır kirma. Maqulxosh. O'xshashli mening eng amroq bo'lgan ikkinchi qizim Mahira erining talog'i qarab qolganligini ko'rib qelib, qat'iy niyatga kelib, ajrashishni qaror qildi. Apa, men qaytib keldim. Qizim Mayra-mo yukdoqlarini so'rabla, ko'zlariga liqqida yoshni elib, ajrashib uyga qaytib keldi. Men o'ylab qoldim, ajrashmi shundoq oqa-oqidim bo'lamdi. Farzandlar nimishqa mangu ota-onalarning qalbini tushunmaydigandi. Biroq mening faxrlangidek ishlarim bor. Aksinglarga o'xshamaydigan mening faxrli qizim Rana. U bir doktorxonaning doktori. Albatta, ko'z qilg'idek hech ish yo'q. Faqat xizmati muqim, kasbiga pishiq. Mening yana bir qizim bor texi. Onun ismi Nadira, u pat yaqinda to'y qiladi. Bumi mening farzandlarimning tarbiyasidagi muvaffaqiyat hisoblandiganda? Apa, men do'kon bildiga kirib baqaylik. Yaxshimisiz, aşk-maşq quloqlashga sotib olmoqchimisiz? Ha, aslan to'y qilmoqchidi. Salomga bir urish setib olay deb. Men o'zim bir qitim to'y qilib ajrashib bo'lgan. Mush bo'lib qolgandek, mushning qizvonligidan bir to, o'g'ilvonligidan bir to izlab beraman. Bo'lib saqlab turing. Ajrashgan degan davron qildigan ishma. Nima hammadam deb yursa? Unda olsun nima bo'pti? Bir qitim to'y qilib ajrashgan degan to'y qilib ajrashdim deyman-da. U bir numus qildigan ishimsa, ya normal ish-ku. Normal? Nimasi normal? Xijolanmaydigan. Apa, hozir qadamlarning ko'z qarashida vaqt o'zgaraglik. To'y qilishmi, baxtli bo'lish uchun ajrashishmi shu. Bu shikadan pul o'tib azob chekkandan bir odam xo'shal-xo'ram yashagan yaxshi emasmi? Mening bu burunqi yo'ldishim kishi qarab qolsa, boshqa bir ayol kishini yaxshi ko'rib qolgan tursa, ajaba men ko'rib turib ko'miganga silib o'tamdimmi? Og'zingni yum. Sizlar uchun normal bo'lgan bilan biz uchun nomus. Qo'lim qo'shlarning og'ziga chiqib qolsak, mening tarbiyamdan ko'mamda. Endi singlimni to'yda hammadan deb juramsa, jim jur. Ma'qul bildim, apa. Lekin bu singlimning eri qarsam bu xizmat shunday yaxshiki, ma'muriy xodimga texi. Bir oyda qancha pul topalar, qarsam shunda amroq kelsa, shunda ko'ngil bilib tex to'y qilmay turiblam Xudoga, eli uni yeydigan, eli buni yeydigan narsalarni olib berib. Nima jo'liysan? Men haqdan nima tomoq qilma? Shundamu ya. Men xato tushunyaptiman-da, men texsini biror narsalarni tomoq qilganmikin debdiman. Ma singlimning to'yining tayyorlig'ini qilib yursak, bir telefon urib qo'ymaydi. Sen telefon keldimi? Yo, qilmabdi. Nadira, mavjudni tushish etyapti. Nadira. 这是下午的，赶紧弄完。
yanacak işte bu. Ne? Otur. Ya otur. Otur. Bak charchab ketibsiz-da. Yo'q. O'g'il shu. Necha kundan keyin to'y qilasiz emasmi? To'g'ri tushunishga bo'ldi, o'chdik ishlar. Ya bo'lmasa sizga bir necha kun ruxsat beraymi ya? Yo'q, bo'ldi boshliq. Ya, bundaq deb ketma. Men bundaq odimiyligi yo'q, g'araz uqmaydigan boshliq emas. Yo'q, bo'ldi, yo'q. Yaqindan beri bek o'riqlab ketibsiz. Sizni bek ko'p xizmat silab, yomon jafoda qo'yibdim-a. Xafamang, ha? Yo'q, boshliq emas mening xatoliqim. Xizmatlanishda chiq tursa, men yana to'y qilma deb emas mening xatoliqim. To'y qilaveram. Bu xizmatning ishlari kichik ishlar bu. Bu shirkatning ishlari muncha cho'ng ishlarmi emas. Sizlarda praktikantlarning ishi muhim. Ha? To'yingizga men bormasligim mumkin. O kun balki oldirash olib ketishim mumkin. O'tirib uxlang. Kechiring boshliq. Men cho'qim yaxshi tirishib ishlayman. 3 nomerli karatga bemorning to'g'risini siz almashtiryapsizmi? Ha. Nimaga buncha xafalaysiz? Urush qilib kelgandeklar qilsiz-ku. Siz kimni so'rab almashtirasiz? Almashtirish to'g'ri kelganda men o'zim almashtirman. Unimi ko'rinarlik ham kapolatga ega. Nima ish almashtirmaysiz? Lekin bahosi qimmat. Siz bilmamsiz bemorning oyishirayotgan yaxshi emasligini. Bilaman. U degan ular o'zlari hal qilish tegishli ishlar. Sizning mas'uliyatingiz kasalni yaxshi ham unumli tez davolash. Bemorni o'zmayni qo'yversangiz qanday bo'ldi? Siz meni o'chiryapsizsiz. Asli bu bemorning mas'ul doktor sizsiz. O'chilish qiziq gap bu. Ne bo'ldinglar? Rana menda so'raqsiz mening bemorimni do'risi almashtirib yetibdi. Men faqat burunda ishlatilayotgan do'risiga almashtirib qo'ydim xolos. U dorining unumi ishonchlik ham kapolatga ega. Bu ishda albatta bemorga mas'ul doktor mas'ul bo'lish kerak-da. Doktorxonamizning qoidasi bor qaranglar. Doktor bo'lish sifatimiz bilan albatta qoidaga bo'ysunishimiz kerak-da. Uning ustiga rana. Siz qancha bo'lsangiz-mu doim to'g'ri qaror chiqishingiz natayinda. Bu kasallik tarixining sonliq ma'lumoti. Ko'rib boqamsiz? Har turli sonliq ma'lumot normal. Men ishlatgan dori hech qanday masala yo'qligini isbotlaydi. Agar boshqa dori ishlatib masala ko'rilsa, oqibatiga ega bo'la olamsiz? Rana siz nima qilyapsiz? Bak xizmatdoshlar bilan bir tomoq yeyotgan chog'da bundoq odam bearam qilsiz. Sizlar mening sababimni bearam bo'lyapsizlar? Qarang. Ular undoq emas dedi. Qarang ana, erkin bo'lolmay xijil bo'lib boshqaga berib o'tamoqchi bo'lyapti-da. Sizlar mening sababimni boshqaga berib o'tamoqchimi? Men xizmatdoshlar bilan birga o'tirib tomoq yegan chog'da xizmat to'g'riliq paranglashmasak bo'lmanda. Nimanda odamchilik qilsiz? Shu Vallahi o'zingiz yana tomoqni. Aka, qo'sqamni chap açtı ya. Çokamni kalgıç ügrüsülen tam yenligini. Mening tayyor chapigim yo'q. Tomoq kesak bo'ladi. Bir qancha insan bilib qolsa. Mana isil kalgıç ügrüsülen tam yen tayyor oldu. Ma bo'ldiki, tami oshxona bilan o'xshashga. Qo'sqanzatsa çokamni yang.
Cahillig'ini bek cahilnimikan o. Hey, u burunda shundaq-ku, xizmatdoshlarini chetga qo'tamdi, qaqmatamdi. Ular xiyoliga kirib chiqmaydi. Bek dötdeyim. Hey, ben sizlarga bir gap deb beray. Xizmatdoshlardan olsam, o o'qiyotgan vaqtlarda shunaq ekan-ku. Cahillik bilan nom chiqiribdi-ku. Uy, oshdanmi? Ha. Muallimning bir xatoligini bilib olsa, darsda davrdiga. Bundaq ekan emasmi? Birisining xatoligini bilib olsa, oxirgi deyishdiga. Darvaqa kichigini tortib boshlar ekanda. Ha, shu. Lekin uning kasbchanligi haqiqatan kishini qoyil qildi-juma. Bizning doktorxonada oldin qator turdi. Uning bemorlari, xizmatdoshlarimcha shunday e'tirof qildi ekan uni. Hey, o'g'o, shu. Lekin u bek qusurchi. Bizor qilib adamni. Qasdadan otishib tegib bilan. Bizor qildi? Kimning gapini deyishyapsizlar? Yo'q, shuni gapini qilamiz. Biz shu o'zimizdan gapini qilishayotgan. Bu biz qo'yib qashtirali-ya. Qaytib kelishni biladigansizlar. Butun bozordagi do'konlar taqilib ketdi. Amal yo'q, yenib keldingmi deyman. Shundoq qilib bopti. Hey, bozorda-chu shundoq yaxshi narsalar chiqqan. Lekin o'sha pulingni xashlab, biroq tugitishga ko'zim qiymay yurgim etishib, yenib keldim. Hey, dadasi, qarana. Men-chu qizimizning to'yida kostyum burulkangizga moslashtirib, bundoq. Shundoq chiroyliq, dongliq, markaliq bir galstuk olib keldim. Siz ko'rdingmi? Rangi xeyli bo'ladi ekan. Nimanda qimmat narsa bu? Qaytirib tanlajma buni. Ve mojin yo'la qimmat narsani olamsizlar deyman. Voy, dadasi. Mavucho. Donliq marka mavu. Bu qizimizning to'yda o'g'andagi kiydigan kostyum burulkanlarni moslashtirib taqib olsam, yarishib ketadi deyman. Hey, xotin. Mening puliga qanchalik go'sh keldigini bilamsizlar? Siz davomli pulni o'chiramsizlar. Voy jon. Buni-chu kostyum burulkaga moslashtirib taqaydigan gap kunda oladigan narsa emas bu. Bunlar bir taqapaqli dadasi. Hey, xo'p, qimmat Aram olsam. Nima olsa demni qilqini keldi. Qo'yay deyman. Bo'ldi qo'linglar. Bugun bir xato daryo oldingmi deyman. Yaras, men qaytirib o'tishni unutib qolmanglar, ha? Eşhadu o'tirib, eşhadu o'yman qilib o'tdinglar. Ya, u yoqqamda ancha-muncha yo'tkilib o'tirmaydi ekansizlar, xotin. Chaq-chaq qo'ydim. Aras. Qani beritamsizlar ya? Mani kart bilan birga opamsam qaytirib emas. Shundami deya. Ma'qul, xotin, ma'qul. Ajabim bir qizining to'yida bir glas tutgan nima bo'ladi? Oshxonasining tijorat yaxshi, pensiya maoshi bor. Adam erkin ozoda bir pul xarjligini qo'ymaydi. Kartamni verib ketdi. Bilmayman. Elim yaxshi. Ra'no qizim bilan Nadira qizim bo'lib qopti. Mening faxrlarim. Ballarımın bəxtini versin. Uy. Əmənə. Uy, Rana. Mən sizin neçə xatım dedim, manasınızdan qırım üstənin tepsi qoyuyor da. Müştələr neçə xatım desi aldım. Faqat gap anlamayıb kes. Vay, onun tutub durğan qırılmağandan keyin aştaq domlab ketgan shu.
qirolgan bo'lsa bo'lmaydi. Voy, nimandaq yo'lsizlik qilasiz? Podlar sizlar takallashmoqchi bo'ldi. Am sizchu to'xtmay mendan qusur izlaysiz. Yendaq siz men bilan zidlisiz. Zidlisiz? Bu gapni-chu qarang, o'zidan yuqori turadigan boshliqlar deyiladigan gap. Sizning boshliqimi ya? Qiziqqa qilgan. Siz yana ishlashyapsiz-ku. Yana sizning qaysi bir gapingiz odamning ochig'ini keltirmaydi o. Bir og'iz gap bilan odamning nervisiga tegadigansiz. Bu jihatda qo'ygan talantingiz bor sizning. Acaba sizning degan qilganingiz to'g'rimi? Ajab qo'lingiz sirtiga egildikan sizni? Ey Rana. Bu xizmat bilan shaxsiy hissiyatni ayirishni bilamsiz. Bu degan qo'l sirtiq egilganlik emas. Men shu boshqa doktorlar o'xshash ko'z qarashda bo'ldim. Bu degan o'zining fikrini normal namoyon qilish. Birinchi siz men bilan o'xshash bir ko'z qarashdingiz. Hozir boshqalarga o'xshash bo'lib qolibsiz. Bo'ldi qiling Rana. Odamni yomon charchatib o'tdingiz. Bu jihatda o'sh qilib sizning talantingiz bor. Rana, ben iş yapgan tamoqni og'zini yeb qo'ysangiz bo'lmaydi. Buning har xil puroqlarima to'natib chiqdi ekan. Xizmatni qiling desa, ashkantga pishlaydiganmish, o'yin ishlar kelgan chog'da faqat epi yo'qmish xotin. Voy, siz uchun doktorxonada aqlliq isizat qiyofat kirib olgan bilan o'ykasiz to'xtamay ko'tildaysiz. Men ko'tildim-da. Deyishlik gapni dedim. Ha, siz desangiz deyishlik gap, men desam qaqshigan bo'lmay shundami? Tazim bir. Bo'ldi qiling, amal yo'q-ku sizga. Masnarayni ko'rib yaqmi? Bak yaxshi. Televiziya teatrlarga chiqmayman degandingiz, lekin Masnarayni haqiqatan yaxshi yozibdi. Bu komediyalik film emaskan bu. Bu Atabal o'tirsidagi voqeliklar. Dadisrak kasalga giribtor bo'lgandan keyingi hikoyalar. Buning qatnashish uchun siz 100 tani imtihon qatnashishingiz kerak. Men qisqa film bilan tor filmlarga chiqaman. Mushu qisqa film shu. Bo'ldi. Bas salat yana. Atayda etib chiqdim. Ha. Pizberna. Keyin artistlik yo'li qarab yo'lag'an. Yaqin yillardan buyon nurg'un televiziya teatrlarining surat kelishiga qatnashgan bo'lib, lekin filmdagi ifodasi nachar bo'lganligi uchun tomoshabinlar uni yoqtirmadi. Yaqinda bir tordosh u rol olgan rollarni ratlab chiqib, video yasab, tordashlarning keskin munozarasini yana bir qatam qo'zg'adi. Bir kun shu meydan kirib shumaydigan bo'lsam, tunilib toza. 100 tani imtihon qachonki? O'rnaштiraman. Ma'qul. Amis boshda azroq salat yevilar. Ananiki biz ssenariy to'g'riliq kinolarni ko'rib baqandik. Ular almaya bayt qilib. Javobsiz o'yin bo'ldi.
kino bek ta'sirli ekan. Dadisi bekli bichar ekan bu. Siz azroqmi ta'sirlanmadingizmi? Siz ta'sirlandingizmi? Buni sal oshirib ishlayaptimi? Sizda hissiyot degan narsa yo'qmi? Biz tortadigan bu filmni dodi bola, bir ayol kishilarninki mehr muhabbatiga. To'g'ri. Bu nurg'un hissiyotlar sundimi so'maydi buningga. Chin haqiqiy hissiyotlar bo'lmasa, film ishi bo'lmaydi. Boshqa ba'zi yuqoroq filmlar qo'ygan shuni ko'raylik. Tazir kirish bo'ladimi? Ma bulamniki. Siz buni ko'ribmi, azroq ta'sirlanmadingizmi? Sizda hissiyot degan narsa qat'iy yo'q-ku. Bo'lmasa o'yliklaringiz bilan pat-pat ko'rishib baqamdingiz ya. Bir ayol kishilari pat-pat ko'rishib tursa-mu, mehr muhabbatni his qilg'ili bo'ladi. Bugundan boshlab dadangizga kunni bir qitim telefon qiling. Shunda qilganda mehr muhabbatinglarcha ham cho'nqurlashadi. Pro'lashingizga foydasi bor. Ma'qul. Men ssenariy ko'ray bo'ldi. Siz qaytib turing. Ammo telefon qilishni unutib qolmang, ha? Bo'ldi. Bu rolundaq tez. Haqiqiy turmush kechirmish bo'lish kerak. Lekin dodam bilan kurashmaglik uzun yil bo'lgan to'sa. Saydigan shundoq qiymatlar.